Assalomu alaykum hammaga, aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Cho'ta kuponimiz kechadan oldingi kuni o'xshamay qoldi. Telegram kanaldagi kupon har doimgidek o'xshayapti. Har doimgidek Telegramdagi kanal o'tyapti. Kuponlarimiz. Bugungi ham bir kupon qilamiz. Zo'ridan, o'tadigandan. Bugungisi o'tishi kerak, tekshirib olasizlar, bemalol bolalar. Kimga ishonchli kuponlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga tashlayapmiz. Bemalol obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanalimiz, YouTube profilimiz tagida bo'ladi silkasi. Hozir kupon qilishni o'rganamiz. Yaxshiroq kupon qilishda bugungi o'yinlar, dushanbalik o'yinlar kam, lekin ichidan topib normal o'yinlarga kupon qilamiz. Turkiya chempionati uzog'i 3 ta gol bo'ladi. Uzog'i. Lekin burchak to'pi bo'ladi 8.5 bo'lishi. Tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Burchak to'pi 8.5 bo'lishi bo'ladi. Fenerbahçe bunda ham 8.5 bo'lishi burchak to'pi bo'ladi. Tak. Boshladik. Porto Sporting. Ikkala taymda gol olamiz. Birinchi taym ham, ikkinchi taym ham gol bo'ladi bu o'yinda. Villarreal, Espanyol. Yaxshi o'yin bo'ladi. Atalanta bunaqa jamoalarga. Nima qilamiz? Roma, Cagliari. Espanyol, Villarreal. 1.2 total 1.5 ko'p olamiz. 7 koeffitsient bo'ldi. Bemalol tekshirib ko'ringlar bolalar. Kupon o'tadi. 2 million tikib qo'yibman. Bemalol tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar nima olganman. Turkiya chempionati 8.5 bo'lishi uglovoy ikkalasi ham. Porto Sporting ikkala taymda gol bo'lishi. Villarreal yutqizmashligi va total o'yinda 1.5 tadan ko'p gol bo'lishi. Men 100% bu kuponimga ishonaman. Endi sizlar bunga tikmoqchi bo'lsanglar nima qilasizlar hozir? Xohlagan joylarda o'zingizlarning ko'ngillarga o'tirgan kuponga o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlardan bitta iltimos, bitta like bosib yuboringlar. Bitta like bossanglar bizga motivatsiya bo'ladi video qo'yishimizga, sizlarga chiroyli o'tadigan kuponlar tayyorlashga. O'sha like ko'rsam, video qo'ygim keladi, prosmotrlarni ko'rsam. Shunga bitta like bosib qo'ysanglar, Telegram kanalimiz, YouTube profilimiz ustiga bosib kirib, pastida silka qo'yib qo'yaman taxminan silkani ustiga bitta bosib kirasizlar. Telegram kanalimizda har kuni kuniga 4 ta, 5 ta kupon tashiyman bolalar. Buni ham tekshirib olsanglar bo'ladi. Kimda qanaqa savol bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Kirib Telegramga o'zimizga yozsanglar hal qilib beramiz. Qanaqadir muammo bo'lsa, bu kuponni yaxshilab tekshirib ko'ringlar bolalar. Ishonchni oqlaydigan kupon bu. Hammaga omad, sog' bo'linglar bolalar. Qaranglar bolalar. Bugun har seshanba Telegram kanalimizda konkurs qilamiz endi. Har seshanba 10 kishiga yangi obunachilarimizga 10 kishiga 100 ming so'mdan depozit qilib beramiz. Har seshanba 10 kishiga. Sizlar ham yutib olsanglar bo'ladi bemalol. Mana ertaga seshanba kuni 10 kishiga 100 ming so'mdan tarqataman konkurs qilib. Bemalol ulanib olsanglar bo'ladi. Bizda Xbet, Lionbet farqi yo'q. Hammasiga kupon bor bolalar. Hozir shu videodagi kuponni eslab qolib, sirazi ertaga javobini aka o'tdi yoki aka o'tmadi, shu parod qilib qo'ydi deb yozib ketsanglar, men o'sha xatoni to'g'rilayman. Lekin men o'tadigan qilib kupon qildim. Hammaga omad bolalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.